mukammal nigoh. Qabristonlarga ziyoratga bitta narsaga ruxsat beriladi. Odam jichcha o'zidan ketib, qalbi qorayotganda bor qabristonga deydi. Sandan zo'ri ham ashti yotibdi deydi. Sandan zo'ri deydi. Puling ko'payib o'zingdan ketyapsanmi? Ha, bor qabristonga deydi. Sen butun borlig'ing yarim milliard bo'lsa, uni kerak bo'lsa bitta ruchkasi 1 milliardlik odamlar ham o'sha 2 metr chuqurda yotibdi. Sen urushqoq zo'rmisan, hammani urib tashlayapsanmi? Ha. Sen bitta do'ppidek joyda 4 ta bolani urding xolossan. Butun dunyoni urgani yotdi qabrda. Butun dunyoni urganlar yotibdi. Kiming bor, kiming urushasan desa, hech kim chiqarmaganlar bo'lgan tarixda. Shuna sportsmenlar bor. Hech kim chiqarmagan. Tasavvur qiling, u bitta Farg'onada, O'zbekistonda yo bir Osiyoda o'zimiz, butun dunyoda hech kim chiqarmagan sportchilar bor. Lekin o'sha yo'llar 2 metr teshikka tiqib yubordi. O'zini millatida yoqib yuborish kerak bo'lsa, yoqib yubordi. Yo gapdon bo'lsa, yo bir mansabimiz falondaqa bo'lsa, dunyoni o'ngga chapga qilib yuborganlar kerak bo'lsa qabrda yotibdi. Xudo Qur'onda aytgandek, "Va fiha nu'idukum", sizlarni turpoq qilib tashlaymiz. Turpoqqa aylanib yotibdi. "Va minha nukhrijukum", yana sizlar turpoqdan chiqarib olamiz. Qabrga borish shuning uchun xolos. Faqat shu ibrat olish uchun, ta'sirlanish uchun, o'sha yerdan xulosa chiqarish uchun xolos. Qabristonlar is chiqaradigan, chalpay qiladigan, qon chiqaradigan, ehson qiladigan joy emas. Falon mozorlarda ehson qilayotganlar faxrlanmang, siz ehson emas, siz gunoh qilyapsiz. Dunyoda insonni ishtahasini bo'g'ib, nasringizni o'ldiradigan joy bitta joy, qabriston. O'sha joydagi tirjayib o'tiribsan, o'sha joydagi bemalol ovqat yeyish ko'yningga sig'yapti. Sen munofiq bo'lmay kim munofiq bo'lsin? Kim munofiq bo'lsin? Chunki qabristonda tirjayma deydi. Qabristonda o'zingni erkin his qilma deydi. Chunki qabriston har qanday aql egalarini o'ylantirib qo'yadigan joy bu joy. Chunki nimaga? Qo'limiz bilan ko'tarib olib borib, tugun joylardan ushab teshikka beryapmiz oyoq tomoni bilan. Ha? Teshikda bitta, ichkarida bitta odam turib, tortib qo'yib, kallasini qibla tomonga qilib, tugunlarni yechib, devorga o'zimiz g'isho beryapmiz. 80 ta 85 ta g'ish ketadi. Teshigiga qarab. G'ishni o'zimiz olib beryapmiz. Oxirgi teshikni g'ishni qo'yayotganini ham ko'ryapmiz. Unga o'zimiz qo'limiz bilan shag'al tortyapmiz. Lekin o'sha joydan 1 gram ibratsiz bilan qaytyapti. Eshikdagi chiqib sigaretini tutatyapti. Nosini og'ziga tashlayapti. G'iybatchi yana tirjayib ketyapti g'iybatini qilib. Nimaga? Toshni suvga solib qo'y deydi. 30 yildan keyin borib ol toshni deydi. Olishingga quriydi bu deydi. Chunki toshda uriydi. İçini yorgin deydi. 30 yil turgan suv ichiga nam o'tmaydi deydi. Qalbing tosh o'sa shunaqa bo'lasan deydi. Aroq ichib go'r ko'ylaydiganlarni aytib kelishdi mashka. Shikoyat qildi. Aroq ichar ekan, go'r ko'ylab bo'laveradimi? Dadamizni, opoqimizni go'rini ko'ylayapti, ko'yla to'g'ri. Ko'ryapsizmi? Vaholanki o'zi go'r ko'ylaydi. Kunda siz bilan men 2 hafta, 3 haftada bir qabrga borib o'lik qo'ysak, ular bir kunda 3 ta 4 ta o'lik qo'yadi. Vaholanki ichyapti. Nimaga? Qalbi toshda ham boshqachasida ta'siri yo'q. Chunki biz qalbni yumshatadigan ishlar bor. O'limni ko'p eslash, ko'p zikr qilish, Xudoni ko'p eslash kerak qalb, ko'p Qur'on o'qish. Mayitni yumshatmas ekanmiz, odam bo'lmaymiz, pul o'g'nalmaymiz. Ko'rinishimiz odam yuraveramiz. Alisher Navoiy bobomiz aytgan inson bo'lamiz. Odam bordir, hayvon undan yaxshidir. Bo'ldi, tamom.